السلام عليكم كل عام وانت بخير. الله الله باللايك، الله الله بالشير، قطع لي الديس باللحمه والعظم، لا تيجي وتقول لي هذا يوم العيد. اليوم طالعين انا وابو زهره، طالعين عدل الفقره نشرب لنا قهوه. Assalomu alaykum azizlar. Ushbu Cobalt avtomobilimizni ishini bitirdik. Sho'pir aka, qanday holat bo'layotdi mashinada? Bu bir 2-3 kashti 4 metrda zavat bo'lib, yurishga qiynalyapti. Keyin yurganda ham benzinda siltab netib. Xullas benzin yaxshi nima qilmayapti-da, hozir yaxshi benzin nasoslarni ustiga keldik, ko'rib qandaylardan ekan. Ba'zilar mana benzin nasosi filtrga o'tgan, ichida turadigan sanniga benzin qo'yib yuborayotgan ekan. Davleniya tushib ketib qolayotgan ekan. Shuni hisobiga mashina ichida turib qolsa 5-10 minut keyin yonishga qiynalanyapti ekan 2-3 martada. Xudo xolasa yaxshi, ishlarimiz bitdi. Mashina yonishlari yaxshi.